Hormaylar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana biz ishlarda bizni ishni boshlab olganmiz. Ertalab 6:dan boshladik. 6:30, 7:da 6:30da boshladik-da. Ertalabdan ishlarni boshlab mana 6:30dan ishlarni boshladik mana. Endi ozgina shovqin bo'layotgan bo'lsa, ovoz sal yaxshi kelmayotgan bo'lishi mumkin. Avvalambor unisiga uzr so'raymiz. İşte bize mana shunga qisqa video qilaylik dedik. Ashlarni aytgan musor tashlayapti albatta. Musor deganda qanaqa endi? Mayda g'ish-pish shunaqalar chiqadi. O'shalarni tashlayapti. Endi nimaga keladigan bo'lsak, o'zimiz ishga keladigan bo'lsak, bunker bor ani tepada. Hozir bunkerni ham ko'rsatamiz. Bunkerda bol tashab mana ishimiz shu endi nima deydi, bunker to'ldirib turamiz. Asfaltlarni bu yoqqa olib tushib tashab surib eshik yopib qo'yamiz hozir, chunki chang ketyapti. Konditsioneri bor, konditsionerni hozir ishlatmayaptik. Hali sal vaqtli-da, konditsionerga hozir shamollar bir bola bo'lib qolmaylik. Konditsioner. O'zim ham gap ochuvchi konditsionerga ishlatib o'rmayman. Chunki mana endi konditsioner yomonda konditsioner buni. O'ta konditsionerdan muzdakini o'tirib tashqariga chiqqanda, kabinkadan tashqariga chiqqanda shamollar qolishi ehtimoli bor. Chunki muzdek bo'lib chiqadi. Quyosh nuri, yoz kunlarini aytayaptim, yoz kunlari albatta. Quyosh nuridan nima bo'ladi? Hozir hayron bo'layotgandirsizlar, agar minganlar hayron bo'layotgandir, nima bu qilyapti bo'lib. Ammo katta kesaklarni ham maydalab olmasak, havoni jag'i ochilyapti. Shunga maydalab olyapti katta kesaklarni. Endi bunkerda innovativlar kelib aytishyapti. Yangi maydalab olyapti. Mana hozir boshida ham aylab ketgan, rol boshqaryapti, bitta qo'lda qovush boshqaryapti. Mana hozir qovushga tegmasa ham bo'ladi. Zarniga yurib, hozir mana endi tepaga chiqib boramiz, bunkerimizga qarab. Tepa yon mana bu yoq tomonda, uylargacha. Bu yoqda mana katta tepalar, bo'lsa bu yoqlarni ham o'piramiz. Kamera boramiz deydi. Narsa qizonarsa, teshik ko'rayotgan bo'lsanglar, hozir bakoytos qoladi. O'sha yerda maynanini bor ekan, maynalar bor. Bir ikkita maynalar keyin sopdi. Yana avvalambor buzilib ketmasligini harakatini qilamiz. Endi ko'ramiz, ekskavatorchimiz qanaqa ishlaydilar. Ertaga kelib, xudo xolasa bizga ko'chirib beradi turpoqlarni. Tepalig'i ag'darib berish kerak-da bizga. Shunda ancha nima bo'ladi. Mana hozir ag'darib tovushi bo'shatdik, endi sekin qaytamiz ortga albatta. Bakovoylar esdan chiqmasin albatta. Men bir xilga odam bakovoyga qarab yurolmaydi, chunki arqadan laboyiga mana qarab minadi bir xilda, to'g'rimi? Ayniqsa oldingi yosh kattalarimiz ham shunday minishadi. Ko'p e'tibor berganman. Mashinalarni, yengil mashinalarni, bunda mana bakovoylariga qarab albatta bakovoylarni to'g'rilab olib minishdan oldin hozircha yaxshi texnika. Endi bunisini men hozir o'zim do'sam minganman, bunisini birinchi marta minishim, bugundan minotdim. O'zimiz do'samga odam o'rganib qoldik,
farqi bor ekan. Gapimiz chala qolib ketdi. Do'sandan bu qanaqadir harakati sekinroq ekan. Do'san harakati tezroqda, bundan shaqqonroq ishlaydi. Ham gapimiz chala qoldi. Telefonni ham pamyati to'lib qolib shekilli. Hop, endi eshigiga olmasak, chang ko'rasizlar, changni ko'rmayotgan bo'lsa agar, mana bizga tomonga qarab bostirib kelishyapti, changlar bor. Hujum qilishyapti, hujum.